Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun sizlarga Lider Mebel magazinimizdan chiroyli bir Opel deb nomlangan yotoqxona komplektimizni video obzorini qilib ko'rsatamiz. Bu komplektimizni materiallariga keladigan bo'lsak, rossiyskiy laminatda ishlangan. Shkafimizga keladigan bo'lsak, uzunligi 220, balandligi 210, ikkala chekkasi kiyimilgich, o'rtasi polka, tagiga alohida ikkita g'aladoni ham bor. Komplektimizga shunga o'xshagan chiroyli 1.40 ga 1.80 lik termosi bor. Ledlar qo'yilgan. Divanimizning ikkala chekkasiga ikkita tumbasi bo'ladi, svetilniklar qo'yilgan, 3 xil yonadi. Bosh tomonlarini tomosha qiling, qanaqa chiroyli qilib ishlangan. Juda ham chiroyli, go'zal qilib. Divanimizning pastki qismlari shunga o'xshagan yumshoq qilib ishlangan. Tirmoni oldiga turadigan yumshoq pufugimiz. Divanimiz matrasga keladigan bo'lsak, eniga 1.70, uzunligi 2.20 lik, ikki tomonlama ortoped matras, 5 yil javob, 5 yil garantiyasi bor matrasning o'zining. Kapot mexanizmlar qo'yilgan. Bemalol matrasni ko'tarib, divanimiz tagidan foydalansangiz bo'ladi, ancha narsalarsiz qo'ysangiz bo'ladi. Komplektimiz shu ko'rinishga bo'ladi. Ana, xudo xolasa shkafimiz borligi uchun bonusiga 10 dona veshilkasi bor. Lider Mebel magazinimizdan alohida sovg'asi bor. Buxoro viloyati bo'ylab dostavka ustanovkalarimiz tekin. Narxiga keladigan bo'lsak 11.500.000. Ekrani pastki qismiga telefon nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ana, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.